Oliy Majlis deputatlari pora oldi berdisi uchun 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilgan qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Assalomu alaykum. Chaqmoq kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun javobgarlik choralari keskin kuchaytirish nazarda tutilgan qonun loyihasi Oliy Majlis deputatlari tomonidan birinchi o'qishdayoq qabul qilindi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 3-dekabr kuni ilk bor jonli efirda namoyish etilgan navbatdagi majlisida deputatlar O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun javobgarlik muqarrarligini ta'minlashga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini birinchi o'qishda ko'rib chiqdi va bir ovozdan qabul qildi. Ushbu qonun loyihasini 107 nafar deputat ma'qullab ovoz bergan. Bir nafari ovoz bermagan, qarshilar va betaraflar yo'q.